O'zbekiston tarixidagi eng yirik va qudratli davlatlar qaysilar? Bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Xorazmshohlar davlati 1077 va 1231 yillar oralig'ida mavjud bo'lgan ushbu davlat tariximizdagi eng shonli va yirik davlatlardan biri hisoblanadi. Davlat hududi O'rta Osiyodan tashqari Yaqin Sharqning yirik qismini ham o'z ichiga olgan. Davlat poytaxti Gurganch shahri bo'lgan. Keyinchalik mo'g'ullar bilan urush davrida G'azna va Tabriz shaharlariga ham ko'chirilgan. Turk xoqonligi 552 va 747 yillar oralig'ida mavjud bo'lgan ushbu davlat ham tariximizdagi eng yirik davlatlardan biri hisoblanadi. Turk xoqonligi Markaziy Osiyo mintaqasi va unga tutash bir necha o'lkalarni o'z ichiga olgan yirik saltanat bo'lgan. Turk xoqonligi poytaxti Utuken shahri edi. Temuriylar davlati 1370 va 1507 yillar oralig'ida mavjud bo'lgan Temuriylar davlati tariximizdagi eng yirik davlatlardan biri hisoblanadi. Amir Temur tomonidan asos solingan ushbu davlat poytaxti dastlab Samarqand, keyinchalik Hirot shahri bo'lgan. Temuriylar davlati Amir Temur davrida o'z kuchining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan. O'rta Osiyo va Yaqin Sharqning katta qismini o'z ichiga olgan bu davlat tariximizda muhim rol o'ynadi va o'sha davrda mintaqamizda ilm-fan taraqqiy etdi. Hozirgacha mavjud bo'lgan ko'plab tarixiy obidalar qurilgan. Sizning fikringizcha tariximizdagi eng kuchli davlat qaysi bo'lgan? O'z fikrlaringizni izohlarda albatta yozib qoldiring.